ham dollar ishlab borishimiz mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek sayt interfeysi bor. Bu sayt haqida ko'p video obzorlar qilib chiqarganman. Bu yerda sayt haqida yana kengroq ma'lumotlar olishinglar mumkin. Demak, saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib bu yerda Start Earning Now tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Va bizga xuddi shunaqa registratsiya oynasi ochiladi. Registratsiyadan o'tish oson. Birinchi qatorga email, ikkinchi va uchinchi qatorga parol yozib, galchka ham qo'yib register tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Pastroqqa tushsak ko'rib turganingizdek bonuslari bor. Sizlar har kuni kirib, yana 5 dollargacha bonus olishinglar mumkin. Ya'ni bunaqa bonus olish uchun sizlar saytda aktiv bo'lishinglar kerak. Demak, yonda har xil bo'limlar bor. Birinchi pul ishlab bo'ladigan bo'limi bu browsing bo'limi. Bu bo'lim orqali biz reklamalar ko'rib moneta ishlab borishimiz mumkin. Demak, mana shu reklamani 8 sekund ko'rganimizga bizga 3.1 moneta berar ekan. 1000 moneta 1 dollarga teng bo'ladi bu saytning valyutasida. Ikki xil bo'lim bor. Ko'rib turganingizdek xohlasanglar Fragment Ads, xohlasanglar Framils Ads bo'limlari orqali sizlar pul ishlashinglar mumkin. Demak, ustiga bir marta bosamiz va bizga reklamli oyna ochiladi. Mana shu reklamli oynada biz 8 sekund kutib turishimiz kerak. Mana 8 sekund turib saytga qaytganimizdan keyin ko'rib turganingizdek bizga 3.1 coins bizning balansimizga o'tkazib berildi. Xuddi shu tariqa sizlar ham mana browsing bo'limidan ikkita bo'lim orqali sarmoyasiz reklamalar ko'rib monetalar ishlab borishinglar mumkin. Keyingisi offers bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar uje kattaroq pul ishlasanglar bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa o'yinlar, предложенияларni skachat qilib qaysidir levelgacha borib sizlar ko'rishinglar mumkin. 198 dollar, 8, 13, 237 dollargacha pul ishlashinglar mumkin. Bu yerda mana offer partnyorlari bor. Bu partnyorlar orqali ham sizlar har xil topshiriqlar olib pul ishlashinglar mumkin. Bu yerda mana oxirgisini bajargan, qaysi davlatdan bajargan shularni ko'rib borsanglar bo'ladi. 43 sekund oldin yaqinda mana turkiyalik odam bitta zadaniya bajargan ekan. Misol uchun men 100 pul ustiga bir marta kiramiz. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek offerlar bor. Kapchalardan o'tib har xil sizlar bu yerda yana qimmat zadaniyalarni olishinglar mumkin. Verify degan yozuv chiqardi. Validate tugmasini bossak bizga ko'rib turganingizdek har xil yana topshiriqlar chiqaradi, har xil reklamalar chiqaradi, yana qo'shimcha daromad olishimiz mumkin. Bu sayt ham bizga ancha yillardan beri ishlab keladi. Bemalol kirib ishlashinglar mumkin. Surveys bo'limi ham xuddi shunaqa. Bu yerda CPX Research, BitLabs offerlari orqali bu yerda ham sizlar zadaniyalar olib pul ishlashinglar mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek Astronoy Yevropalik ishlaydi. Buyuk Britaniya, Turkiya, Germaniyaliklar zadaniyalar bajarib bu bo'limdan ham yaxshigina pul ishlashi mumkin. Xohlasanglar mana O'zbekistonni ham ko'rsanglar bo'ladi. O'zbekistonda oxirgi marta 16 kun oldin bu bo'limdan zadaniya bajarilgan ekan. Xuddi shu tariqada ko'rib chiqishinglar mumkin. Bu yerda mana kompyuter, telefon, Android o'zingizlarga nastroyka qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar adversariat bo'limi orqali o'zingizlarning reklamanglar bo'lsa, mana reklama berishinglar mumkin. Affiliate bo'limini hamma biladi. Ya'ni do'stimizni chaqirib yana pul daromad olish Leadboard bo'limi orqali sizlar konkurslarda ishtirok etishinglar mumkin. Har kuni 250 dollarlik konkurs bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 250 va 100 dollarlik konkurs bo'ladi bu saytda har kuni. Haftalik bo'lsa 500 va 1000 dollarlik konkurslar bo'ladi. Ishtirok etish uchun Join Now tugmasini bosib sizlar ko'rishinglar mumkin. Bu saytda aktiv bo'lishinglar kerak. Ya'ni aktiv bo'lib qancha ko'p offer, browsing bo'limidan topshiriqlar bajarsanglar, sizlar shuncha tepaga chiqishinglar mumkin va yana qo'shimcha pul miqdorlarini yutib olsanglar bo'ladi. History bo'limi orqali istoriyani ko'rishinglar mumkin. Ko'rib turganingizdek o'tgan videoda men bu saytdan 2 dollar 80 sent yechib ko'rsatgandim. Bugun mana sizlar bilan 8 dollar yechib o'tamiz. Demak, pul yechish qanaqa bo'ladi? Balans ustiga bir marta bosamiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda har xil kriptovalyutaning hamyon payerga ham pul yechsanglar bo'ladi. Xohlasanglar gift kartga ham pullarni yechishinglar mumkin. Bu yerda mana O'zbekistonda ishlatish mumkin bo'lgan gift kartlarni o'zi chiqarib qo'ygan Fortnite, Steam'larga pullarni bemalol tashlab olishinglar mumkin. Demak, bizda cash va payer ustiga bir marta bosamiz. Payer yuzda avtomatik saqlanib qilingan va 3-qatordan summani yozib o'tishimiz kerak. Minimalni 1000 coinsdan boshlab pul yechsa bo'ladi, ya'ni 1 dollardan boshlab. Bizda sariq ustiga bir marta bosamiz, hammasini bu yoqqa o'tkazib beradi va ko'rishinglar mumkin. Bu summa bizning balansimizga 8 dollar 21 sent bo'lib kelib tushadi. Bu sayt orqali mana ko'rishinglar mumkin. Sarmoyasiz 8 dollar ishlab chiqaryapmiz. Confirm tugmasini bossak bizga ko'rib turganingizdek 2 biznesda, ya'ni 2 ish kunida bizga pullar kelib tushadi deb qo'ygan. Ko'rishinglar mumkin. Statusi обработкада uzoq 48 soat ichida bizga pullarni to'lab beradi. Pullar kelib tushishi bilan skrinshotlarini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga o'tib ko'rib olishinglar mumkin. Endi biz keyingi saytimizga o'tamiz. Mana bizning ikkinchi saytimiz SurfClick sayti. Bu sayt orqali biz sarmoyasiz pul ishlasak bo'ladi. Demak, bu saytda registratsiyadan o'tishlarni ko'rsatib o'tmayman. Oson, xuddi bundan oldingidagi login, email, parollarni kirgizib osongina registratsiyadan o'tib olishimiz mumkin va bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda har xil bo'limlar bor. Bonus bo'limi orqali har 24 soatda kirib bu saytdan bonus olishinglar mumkin. Uchun bu yerda mana reklamli banner berib qo'ygan bo'ladi. Shuni ustiga bir marta bosib, sразу обратно saytga qaytamiz. Mana saytga qaytganimizdan keyin получить bonus tugmasi yonib qoladi. Shuni ustiga bir marta bosib biz bonus olishimiz mumkin. Demak, ko'proq pul ishlab bo'ladigan bo'limlarni ko'rsatib o'taman. Bu yerda zadaniya bo'limi bor. Bu bo'lim orqali sizlar bu saytdan 1-2 soat vaqt ajratib 300-400 rublgacha pul ishlashinglar mumkin. Bu yerdan stoyimiz tugmasini ustiga bir marta bossanglar, eng qimmat zadaniyalarni tepaga chiqaradi. Ko'rishinglar mumkin. 50, 40, 25, 20 rubl zadaniyalar bor. Bemalol kirib sizlar ham pul ishlashinglar mumkin. Bonus va registratsiya, ya'ni prosta registratsiyadan o'tganingiz uchun sizlarga 20 rubl bonus tariqasida, ya'ni sizlarning qilgan ishinglar uchun haq to'lanadi. Bu yerda
ko'rib turganingizdek registratsiyasi aktivность deb qo'ygan 15 rubl berarkan sizlar registratsiyadan o'tganingiz uchun. Bemalol bu saytga ham kirib zadaniyalar bajarsanglar bo'ladi. Bu sayt ham pullarni bizga 100% to'lab beradi. Bu yerdan o'zingizlar filtr qilib olishinglar mumkin. Xohlasanglar podatani bossanglar bo'ladi, ya'ni yangi yaqinda chiqarilgan zadaniyalarni tepaga chiqarib beradi. Reyting bo'yicha ham sortirovka qilib olishinglar mumkin. Ya'ni sizlar bu zadaniya bo'limi orqali 1-2 soat vaqt ajratib bemalol 200-300 rubl sarmoyasiz ishlasanglar bo'ladi. Bu bo'limda ham offers bo'limi bor. Bu bo'lim orqali sizlar offerlar bilan zadaniyalar olib pul ishlashinglar mumkin. My Lead va boyagidek CPX Research bo'limi bor. Ya'ni ikkita mana shu offer bor. Shulardan qo'shimcha zadaniyalar olib sizlar qo'shimcha daromad olishinglar mumkin. Balans tugmasini bosib balansinglarni ko'rsanglar bo'ladi va keyin sirazi bu bo'limdan pullarni yechib olishinglar mumkin. Quest bo'limi orqali sizlar topshiriqlar bajarib yana pul daromad olsanglar bo'ladi. Hozirda ko'rib turganingizdek zakrito ekan. Bundan oldingi videoda ko'rishinglar mumkin. Bu bo'limda ham yaxshi pul ishlasanglar bo'ladi. YouTube bo'limi orqali YouTube videoroliklarni ko'rib pul ishlashinglar mumkin. Hozir biz birinchi bo'lib kapchadan o'tishimiz kerak. Apelsin deb qo'ygan. Apelsin kapchasini o'tib ko'rishinglar mumkin. 149, 117, 20 sekund ko'rganimiz uchun bizga 5-7 kopeykalardan bizning balansimizga pullar to'lab beradi. Keyingisi mana korotkий URL bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar qisqa silkalarga o'tib yana qo'shimcha pul ishlashingiz mumkin. Surfing bo'limini ko'rsish esimdan chiqib qolibdi. Surfing bo'limini hamma biladi. 15, 20, 30 sekund ko'rganimiz uchun bizga ko'rishingiz mumkin. 10 kopeyka, 8 kopeykadan bizning balansimizga pullar to'lab berib boradi. Xuddi shu tariqa sizlar ham bu saytdan pul ishlasanglar bo'ladi. Konkurs bo'limi bor. Konkurslarda ishtirok etib sizlar yana qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. 1 rubl 1 ballga teng ekan. Ya'ni konkurslarda yutish uchun sizlar saytda aktiv bo'lib pul ishlab kelishinglar kerak. Pul yechish qanaqa bo'ladi? Выплатить bo'limiga kirib sizlar payerga minimalniy 3 rubldan boshlab pul yetsanglar bo'ladi. Buning uchun mana payer pastda VVC tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosishimiz kerak. Undan oldin mana kapchadan o'tishimiz kerak va bu yoqqa pin kod yozamiz. Mana pin kodni yozdik. VVC tugmasini ustiga bir marta bossak, endi bizga galочка chiqarib berish kerak. Ko'rib turganingizdek, dengi успешный переведение ваш payer кошелек deb qo'ygan. Pullar kelib tushishi bilan men skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, bu sayt ham ishonchli, pullarni 100% to'lab beradi. Mana ko'rib turganingizdek bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu saytlar qiziq bo'lsa, saytlar silkasi opsiyasida va zakreploniy kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkurs shartlarini ham videoni boshida aytib o'tganman. Bemalol o'tib ko'rib, sizlar ham konkursda ishtirok etib, pul yutuqlarni yutolsanglar bo'ladi. Demak, hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.